otamiz yoki onamiz aytayotgan gapini miyasida tanlayaptimi? Siz oqsiz, birodar. Qayerga borsangiz boring. Siz dunyoda zo'r bo'lishligingiz mumkin, erta qiyomatda do'zaxiy bo'lasiz. Dunyoda zo'r bo'lishligingiz ham bugungi kunda ota-onangizning duolari bilan. Ertaga xor bo'lasiz ota-onangiz o'tgandan keyin. Ota turib, ona turib, ertalab uyqudan uyg'onib xohlagan gapini sizga filtrsiz, xohlagan tempda yoki baqirgan holatda, past holatda, o'tirgan va turgan holatda ayta olmasa, sizni oq bo'lganingiz, siz o'zingiz xarakteringizni ko'rsatganingiz uchun, ularni oldida arazlaganingiz, tumshug'ingiz, kayfiyatingizni ko'rsatganligingiz uchun ular gapni tanlaydigan bo'ladi. Demak, ota-ona gapni tanladimi, birodar, siz oq bo'ldingiz. Ota-ona tanlamasin, xohlagan gapini gapirsin. Bugun ertalab turadi-da, yo'q, men ovqat yegim kelmayapti. Xo'p,